Assalomu alaykum hammaga. Bochkaga boramiz bugun. Bochkaga keldik. Faqat eshiklar qo'ymasdan oldin video qilyapman-da, esimdan chiqib qoldi. Kechqurun keldik, bu yerda mebelchilar ko'paygan, ish qilib turishib. Odam ko'paygan. Video qilaman, esimdan chiqib qoldi. Hozir bitirib oldik. Shoshilinchda magnitni zamok bo'lgan, babochka petlar bo'lgan. Endi ozgina besporядка bo'lib turibdi, endi e'tibor bermaysizlar. Paroblari neoklassik eshigimiz. Javob ko'rsatib beraman. Bismillah. Spalniy eshigi. Bu 70'li eshik. 80'li eshik. Spalniyniki. Sanuzelga 70'li qo'yilgan palatno. Hozirgina shoshilinchda olyapman. Uning quruq olib chiqqanmiz. Bu yerda ikkita kvartira. Qarama-qarshi. Ko'rinishi. Bitta kvartiraga ikkita eshik qo'yilgan, bitta kvartiraga 3 ta eshik qo'yildi. Yo'lka laminat terilgan. Xudo xohlasa, qarashmasam bir 2 oy vaqtimiz ketdi rovni. Ishlarga. Plintuslar bilan bog'lab tayyorlantirib chiqdik. Eshiklarimiz balandligi 2.20 standart. Bog'lasa bitirdik. Hozir egalari kelishyapti, topshiramiz. Keyingi ishda Xudo xohlasa ko'rishguncha.